Assalomu alaykum obunachilar. Bugun 3-moykani proverka qilgani ketamiz tekshirishga. O'sha o'tgan haftadan beri yuvilmadi desam, yo 1 yo 2 hafta bo'ldi. O'tgan safargi moykadan beri yuvilmadi. Yangi ochki oldim endi bitta. Ani otseni chiqib ketasizlar, belgilar baholab ketsanglar, normalnimi yo upgrade bor telefon. Va aloe vera. Unaqa o'ylamanglar, hali unaqa darajaga yetmadi-yu, oddiy suv ichida uydan to'ldirib chiqaman. Sekin 3-moykaga yo'l oldik. Lokatsiyasini borganda aytib o'taman. Bu ham yaxshi moyka deyishyapti. Borib tekshiramiz, qanchalik yaxshi, qanchalik yomon. Bugun shanba, 23-may. Unda bo'lmasa ketdi ekan. Yo'lda 1-2 video olishga harakat qilaman, lekin va'da bermayman. Shu bo'yicha videoga like bosishni unutmanglar, qo'llab-quvvatlashni, komment yozsanglar juda xursand bo'laman. Bundan buyog'iga dalshi bo'lishi, kontentlarni zo'rni qilamiz. Oddiy bo'lsa ham, zato jaydaricha. Bu yerda ketdi ekan. Moyka ham yetib keldik. Bu 3-moyka o'zi tekshirayotganimizda hozir o'chirt ko'paygan bo'pti ham lekin. O'zi yaxshi moykalarda o'chirt ko'p bo'ladi-da, shuning uchun. Hozir ambrat tushib oldilar mana. Nimadir qo'yilayotgandek. Ham changan zo'r mashina lekin changanlik. Hozir kutib turibmiz endi o'chirtdi. Prinsipi normalniy moyka. Qayerda joylashganini aytaman, Do'mbrobod, Mirzo-Ulug'bek, Chilonzor rayonida, Mirzo-Ulug'bekda. Men bratga o'tirmagandir. Nimadir reshatmoqchilar. Reshalli ekanlar bratlar. Hozir telefon raqamini ulatib keldim. Ochilsanchi. Soat 2:44 bo'ldi. Musorlarni aşağı tashiyman. Ko'chaga otmayman musorlarni. Jentra. Atak hozir bitta yuvib ko'ramiz. Zo'r moyka deyishganlar lekin shuni. Artilgan joylari ham salqin ekan. Prinsipi katta. Tiqilib qolmaydi. Kolonkalari juda ko'p. Hali sekin boshla oldik. Poliklarni olib qo'yapman. Prinsipi normalniy moykaga o'xshadi, cho'tki lekin shu anitda artadigan joylari salqin. Hozir bagajda hammasini olib chiqib olib, poliklarni qo'yaman. Mashina hozir kirib bo'lyapti ham. Diskalar yomon kirib bo'lyapti. Atak hozir yuvib beramiz chiroyli qilib. Sekin bu aktivni kiymani sepib oldik. Hozir bir 2 minut kutgandan keyin normalniy bo'lishi kerak rezultat. Nuqulanish poliglarni sepish esidan chiqib qoladi. Bu safar sepdimmi ekan? Hozir bitta suv bilan chayib, keyin yana bitta video olaman. Ana feni sepildi. Hozir fenadan keyin bitta ish qilib chiroyli bo'lsa, atak cho'tki bo'ladi mashina. Cho'tki turib hozir bitta ish qilib olsa bo'ldi. Kirlarini hamma joy artib turib cho'tki bo'ladi. Atakning moykasi yaxshi. Hozirgacha 25 ming ketdi. Bunga mashinani artib oldim. Atak toza bo'ldi. Moykani 10 dan 9 baholaymiz. O'tgan sari 10 dan 8 baholagan bo'lsak, boshqa moykani buni 10 dan 9. Buni artadigan joylari cho'tki ekan, toza, normalniy. Mashina toza bo'ldi. O'tgan safargidan sal ko'proq ketdi, no, ancha tozaroq bo'ldi. Ishlari. Endi polik nimadir toza bo'lmadi. Yuvdim, lekin polik ichidan normalniy bunker. Oldindan hozir bitta ko'rsataman.
bunker bo'ldi, короче. 10dan 9 boqimiz. Sekin endi o'tirib olamiz. Ancha toza bo'ldi mashina. Muhimi yuzim ko'rinib qolmasa. Tak. Lekin chotki mo'yka ekan. Tavsiya beraman kelishi. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Orqamda Bunyodkor stadioni. Bu yerdan Chilonzordan kelaverish. Do'murobod tarafdan, bu Hozirobod. U yoqdan Novza tarafdan kelaverish. Nima nomi? Gagarinmidi, shunaqa tomon deyiladi, o'shdan kelaverish. Mo'yka chotki, puliga arziydi. Yuseli bo'ladi. Aytib o'taman, bir 32 mingda 35 ming pulim ketdi mo'yka qilishga. O'tgan sari 25 ming ketgan bo'lsa, bu 32 ming, 35 ming ketdi. Lekin chotki, hamma joyini yuvdim. 1,5 soat vaqt ketdi. Yana qaysi mo'ykaga borishni aytib ketsanglar, kommentariyada yozib, o'sha mo'ykaga boramiz. Unda men ham sekin ketdim. Like bosib, obuna bosishni unutib qo'ymanglar. Dalish bo'lishiga kontent qilamiz. Qaysi mo'ykaligini yozib ketsanglar, o'sha yoqqa boramiz keyin sari. Yaqin muzomalashish farqi. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Ketdik biz unda.